电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视文艺节目《帕里迪欧丝绸之路之声》栏目，我是主持人李嘉德。Salam ekran aldidagi er millat ko'rman do'stlar. Kang to'ri ahli, shundaqla naq maydondagi yetakchi ustozlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Şinjan Bug'ra madaniyat taqitish sherikti birlashib uyushtirgan Şinjan Pavideo sodichaklik sherikti tajdorligidagi cho'ng tipdagi televiziya universal san'at programmasi 5-qarar Pavideo Ipak Yo'li sadosi programmasi. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. 看你最后的选择吧。我选择艾希古丽老师。好，好，祝贺。 Ovozingizdan kangir samoda larzon ushqan tuyg'uni his qilsak, simoyingizdan gulbog' ichida salkin qanot qiqiyotgan oppoq kepinakni ko'rgandek bo'ldik. Mana bu tuyg'ular jug'urilib, suyumlik siyaqtiki sizdan iftixorlandik. Ustozingiz Ayshugul muallimning yetaklishida sahnamizda sizni oxirgi bosqichlarigacha ko'rishni xohlaymiz. Keskin tanlashlardan keyin ustozlar o'z guruhisiga bir-biridan qobil mahirlarni tanlab oldi. Endi bu sonimizda kimlar qaysi ustozning guruhisiga tanlanib kira oladi? Yana qaysi mahirlarning qanday go'zal kuylariga jo'r bo'lamiz? Diqqatlar, Pavideo Ipak Yo'li sadosi programmasida bo'lsin. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Nima bu? Pavideo. Nima endi qanday maqsad qilib ketdim? Men ko'ki bo'lsa, jigan yaxshiroq uyqu sifatini yaxshilaydi ekan. Men anglaykan bu. Qizli bo'lsa, toksin aydab, uchan ravalashtirdi. Rahmat. Nomini olgan rahmat. Tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Şinjan Pavideo sodichaklik shirkati mahirlarga omad tilaydi. Ekradagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Şinjan Pavideo sodichaklik shirkati programmamizning tajdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'ulluq korxona Şinjan Yashin tibbiy dorigarlik cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizda Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sartan Alga Chipasi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Şinjan Yengnur Biopantexnika cheklik shirkati yaqindan yordam bergan. 林忠苗。大家好，我叫艾热提阿里夫，来自叶城县。Salaman g'ayrat qolib, hozir xizmat o'rnim bo'lsa, bizniki Xotan Qarqashda bir klubda ishlayapman. Meniki shu musiqaga bo'lgan, naqshiga bo'lgan ishtiyoqim kichikimdan tortib o'ydikilarniki meni qiziqtirishi bilan boshlangan. Hamda bizniki har qaysi kasbda bo'lsin, har qaysi naqsh kasbda bo'lsin, shu naqshiga ishtiyoqi bor har qanday do'stlarimizniki o'zining mush kasbda san'at maktabida o'qig'isi keldi, lekin bu orzuga yetolmadim. Men o'zim yoqtirgan kasbda o'qiganmadim, lekin mayli qandaqlik bo'lsin, o'zimniki shu naqshiga bo'lgan ishtiyoqim hozirgacha o'tdek lavildab yenyotdi. Bu qitimliq Ipak Yo'li sadosiga qatnashishdagi sababim shu o'zim hurmatlaydigan ustozlarniki e'tirof qilishiga hamda barliq do'stlarimning shu tomoshabinlarning menga bo'lgan intiloslarini anglash hamda buningki san'at hayotimning tixim yaxshi bo'lishini umid qilaman. Rahmat.
Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Pay Video Savdo cheklik sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika sherikti izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü darajalik mukofotga erishgan mahirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Dördüncü darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta 5-chi bo'lgan mahirimizga mukofot buyumlarimiz bor. U bo'lsa-mu 5-chi darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yingnur biofan texnika cheklik sherikti 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishmo hargiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz.来不及思考，就开始奔跑，总觉得外面世界有多美好，用几滴眼泪才换来骄傲。我要的光荣，哪怕只有1秒。角落太接近了，城市太喧闹，这世界很忙，其实我都知道。离开了地面，就随风飘摇。决定要走遍天涯，心比天高。我就像那一只林中的小鸟，努力争夺，冲向蓝天怀抱。勇敢地张开双腿，闭上了双眼，远方离我只有1步之遥。我就像那一只林中的小鸟，举头望月，孤独有谁知晓？那带血的羽毛，不向命运乞讨，铁道只能让我越飞越高。来不及祈祷，就开始奔跑，总觉得外面世界有多美好。用几滴眼泪才换来骄傲，我要的光荣，哪怕只有1秒。有都太接近了，城市太喧闹，这世界很忙，其实我都知道。离开了地面，就随风飘摇，决定要走遍天涯，心比天高。我就像那一只林中的小鸟，努力争夺，冲向蓝天怀抱。勇敢地张开双臂，闭上了双眼，远方离我只有1步之遥。我就像那一只林中的小鸟，举头望月，孤独有谁知晓？那带血的羽毛，不向命运乞讨，铁道只能让我越飞越高。那一只林中的小鸟，努力争夺，冲上蓝天怀抱。勇敢地张开双臂，闭上了双眼，远方离我只有1步之遥。我就像那一只林中的小鸟，举头望月，孤独有谁知道？那带血的羽毛，不向命运乞讨，铁道只能让我越飞越高，铁道只能让我越飞越高。这一只林中鸟，这一只林中鸟。İpek Sadası programmasını nereden gördün? Televizordan. Telefonu köygül bulmam. Buldu. Depeğine kırgız olan. Izdaş dep kirgizadish.
rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali mayirlarga omad tilaydi. 这首歌唱得好，他这个声音跟他的动作非常协调，感染力很强。他在舞台上，一个是各种风格上，他放开了，另外一个呢，他对这个旋律非常欢快的这个歌曲呢，有理解了啊，并且他的这个面目表情，手脚的动作。 拿话筒的姿势，他的那感情都好像都结合到一个点子上了。歌嘛，应该是这样唱才行。Salam ustozlar, ekran oldidagi barliq qarindoshlar. Mening ismim G'ayrat G'olib. Men Qog'iliqdan keldim. Hamdan bo'ldi bu ish. Unda bo'lgandan biz intayin xo'shallik bilan mushu 4 muallimning tang aylanğını bizning bak yaxshi cho'ng natijamiz deb seni tabriklamoqchi, muborak bo'lsin. Bunday aytganda o'zingmi zoti bir jon jahling bilan jiningni tikib qo'yib aytding biz. Talab qilganimiz shu. Sen aytmoqchi bo'lgan mushu naqshga mas'ul bo'l, uni ichiga kir. Jon jahling bilan mushuni to'g'ri ijro qilishga tirishqin. Hammani unutilib boqqan mushu naqsh jarayonida desak, bizning o'quvchilarimiz ba'zi narsani unutlanmay, uyini başqa nurg'un narsalarni o'qishni, muallimlarni qo'ydigan nomerni aylanmasligini jiq o'ylab olib, bunda kayfiyatga kirmayotdi-chi. Mushu o'quvchimizdan ulgu elishinglarni umid qilamiz. Buni naqshimi o'sha o'xshash naqsha sizlarnikidek. Biroq ma bola hamma narsani unutilib, mushu naqshi uchun harakat qildi mush sahnada 5 minut. Shunga başqa o'quvchilarimizdanmi o'zi ijro qilayotgan naqshiga hayotini 5 minut hayotini butun beg'ishlash ro'y bo'lishini umid qilamiz. Ko'pchilik ma'lum biz uchun o'rindiq aylantirgani yomon katta ish bo'ldi. Mushundaq uslubdagi naqshlarni yaxshi ko'raman. Men san'atni yaxshi ko'rishda, san'at kasbiga kirishda, san'at bilan shug'ullanishda hech bir uslub hiçbir şekillerine çetik kalkıp bakkan, yaktırdım, ben hemen yaxşı görüyorum. Hakman Balıvaksı emas mi? Hakman Balıvaksı emas ben. Biz 2019 yılı, ben müzik itekçi, nazaretçi bulup, rayonimizde tuncu nöbetlik simfonik orkestra bilen şu sırada zamanevi elektron çalgılar birleşken bir yenincilik keçisini kıldık da. Aş keçilikte ben bir nakışçını görüp şunçilik qayıl bulup, keşte sorun yangan deyken Belki yaxşı etdin desem bala köz yaşıp kaldı. Kim bilsem Cungo Xavşan'ın sahnesiga çıkıp yaxşı neticeler bilen qaytqanken mushkil uslub naqsh etdi, karamet etdi. İçine kirip. Men bugün mushu enimde şu ruhni his qildim. Shundaq tuyg'uni his qilib turib o'rildim. Mayli birinchi bo'lib o'rlay, mayli tang o'rlay, ikkinchi bo'lay, bu muhim masala emas. Mening gruppamga kelishni qizg'in taklif etime, qarshi olaman. Mana degan ish qilmish bo'lsin. Bizniki her bir basqışda özümüzden xaslık alaydilik bilen en yaxşı bo'lgan talant maharetimizni ifadeleşte men en yaxşı yardımcı. Bu yaxşı bo'ldi. Endi Mevlan. G'ayrat axir keldim fuka, muborak bo'lsin. Ya axir ko'rishdik. Biz azroq sirtdan tunishimiz ham tunji yuz turan ko'rishimiz bugun qo'daymi, ha? Shundami? Ha. Ani keyindan bu indimiz yuz turanni bugun ko'rishdan tunish. Yüz turmanı görüşken nasıl? Biz ne olduk? Ündüdar turanı görüşkelim mi ka? Beşin turanı. Beşin turanı görüşken. Bu inimiz bilen beşinler ba. Ondan bu inimiz mi aka ben keldim dedim. Keldim dedi her dep koydum. Onu da artık paranlaşmadık. Şunda ko? Mana bugün yanzan bilen çıktım fukam sen. Yüz turanı. Şunda olganda qira. Qalgan ustozlarımı öğrülüptü. Yaxşı tarafını muayyanlaştırıp, ançımcısını maqtab qıldı qira. Lekin qira. Men birinci job öldüm go. Men birinci job öldüp oylagandım emdi-çö. Men abdettem. Bu o'xshash. O'xshash. Ma amsa gipimiz gapmişe kel juma. Sen ya qarab turib. Gaplar kiramsa kemamsa.
Hozir javob berib bo'lmaydi. Olsam alamı akam. Onu seni çıkırgan vaqtim var. Hozir 3-o'rinda ma ikki ustoz be ma'voliqqa sana bo'lgan nimalarni baholarini bir davasi bor. Qani? Pek ig'irg'u. Şu akam meni bek ayacan sebepte abay xudu siz degandek adam müştaq sahnede bo'lib müştaq surba bir sahnede musobaqa sahnesinde o'zini unutib turib aytish bu oson emas-ku. Biz hayatımızda nurg'un tanlashlarga uchraydiganmiz. Bu tanlashda bizga hem muhabbatga ergishadiganga hem qo'rqishga ergishadiganga bir ikki xil yo'l bor ekan-ku. Nurg'unlarimiz qo'rqitdi ekanmiz, o'zimiz qo'rqitib. Xuddi Abdulla akam abay degandek, voy uyam batdi, balam batdi, voy ruxsat so'ramaydim, o bu. Shu birinchi qadamda olmay turib, bir muncha ishkilanish, bir muncha g'am, ushaq gapga shunday jiq bo'ldi ekan. Lekin muhabbatga ergashgan vaqtimizda men mush kasbni so'yman. Men mush kasb uchun men qancha jafolarni cheksam-mu, qanday qiyinchiliklar uchursam men rozi, mayli deydigan holatga kelgan vaqtda xuddi sizdek mush sahnada o't bo'lib chaqnab chiqalaydi ekan-ku. O'zini unutgan holatda mush portlab chiqalaydi ekan. Siz muhabbatga ergashdingiz, siz to'g'ri qildingiz ukam. Shunchalik yaxshi aytdingiz. Demak, mening guruhimga kelsangiz sizni qizg'in qarshi olaman ukam. Men sizdek mushtaq uslubdagi bolalarni shunda qo'llayman, ham mushu uslubni so'yman, ham mushu uslubda nurg'un asarlarni qilg'imda. Qandaroq o'zingizning ro'y kayfiyatdan shunda bir xil undan Kayfiyatim naytdi yaxshi bo'layotdi. Ha, bu to'xta endi. Endi biz Ayshigul muallimning taqiqipi va ana olsang taqimimda ya qarab turayva. Ben bu xalq naqshisi aytgan bilan muzikaning har sahasini o'zurlalayman. Bugun men sizning shu naqshingizni o'zurlandim. Men sizni xudalik Latin Amerikalik mushnaq bir yovgun naqshchilar bor. Bizda mu bor. Shularni ko'rgandek bo'ldim. Birinchidan sizda chiroyingizning bir tip bor, chiroyingizning aloyidligi va o'zingizniki butun mush naqshi aytishingizga Muşuluk ne bu to'sqinlik bo'layotgan barliq psixik besimlarni yengib bo'psiz. Sizdan men shunday bir ruhiy erkinlikni bildim. Qarang, mush sahnani xuddi o'zingizni uyingizdek shunday erkin ozoda ham yana shunday to'liq nim qilib foydalandingiz. Bir ortiq harakat yoki bizning ko'zimizga sig'magan azroq harakat yo'q. Hamma harakatlaringiz shunday qoidalik, shunday nima yiqishlik, buyuk bir safa bor. Shuningga mankasingizga ziyon tatmaysiz. Mush ma'lumotlarni qaysi kasingizga ziyon tatmaysiz. Men kichikimdan tatib o'tpa oildagilarmi shu. Dadam o't oltin tavlaydigan o'tmi yo naqsh aytdigan o'tmi? Naqsh aytdigan. Keyin oltin tavlaydigan ishlatdik dedi. Kichikimdan tatib qiziqaman. Kichikimda boshlang'ich maktablarda naqsh aytolmagan bilan usulni birinchi chiqib qo'yadi, usulni aytdi. To'liqsizlarga chiqqan vaqtida keyin naqshida talantimni sezdim. Bolalarning oldida ishki bolalarning naqsh aytadigan bo'ldim, sinfda naqsh aytadigan bo'ldim, maktabda naqsh aytadigan bo'ldim. Ashta qilib qiman jamiyatda naqsh aytish, maktabda naqsh aytish oson deb o'ylab qolibdiman. Bak jiq yo'llar bor ekan. Opamga rahmat aytaman, cho'ng onamga rahmat aytaman. Hatto 2016-yilda tartib men Jungo o'qish ovoz programmasida qatnashib, ishkirlarga bordim. Mushu sahnaga chiqishim endi meningki, mayli ishkirga chiqib bir sahnaga chiqday. Men hurmatlaydigan, mening ovozimni tonyalaydigan, meni yetaklaydigan ushta bir sahnaga chiqib mush ustozlar bilan ko'rishganligim eng chong baxtim deb his qilaman. Rahmat sizlarga. Xo'p, unda bo'lsa biz vaqtni ching tutib qara. Sening ko'nglingdagi planing bo'yicha ma'lumotlar hammasini ayt qizg'in ifoda bildirdi. Toza 10 sekund o'ylab olibla, vong qilibla da. Sening eng oxirgi qaroring? Mening eng oxirgi qarorim Ben Parizat'ım. 20 yıllık ekran hayatımda kino filmlerdeki rollarını şu obraz bulup orulap geldim. Güzellikini, tabiatını, tabiat soğuğusuna soğurup geldim. İstanbul'un bu şermen kamçılarını televizyon namlarını tabiatının soğuğusu sütüde sizgime elip geldim. Gül üstündeki şermen gül gözünü cülalandırmışsın. Siz gül,
ben Şebnem. Özlemizge hasrat müziği koşulgan video bolay. Beş aptitaldaki filmla ilansız süzük yenilmiştir. Vakalatçı bu takıtıp kırım kılalaysiz. İzleş tercümanı devlet ortak dili yazığı ügünüşteki en önümlük detal. 200 mingdan artık sözlük ambar seplengen. Akli iktidarlık. İzleş kirgizgüç, kolaylık ve köp iktidarlık. Tercüme iktidarı ve çolpanlarının çıray ifadesi koşulgan. Acayip, pakiz duygu. Pakiz söygüge intizarla. Tabiat bana pakiz hissiyat ata kıldı. Su ba joyda pakizlik ba. Tabiatdan kelgan yaşın mineral suyu. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işenç taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Sertan algıç şipastisini bilemsiz. Sertan şipastisi Sayram Gölü'dün əvrişki elingan Tianshan soğuk su algısıdın işlengen patent hukukiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç şipastisini her birinlağı tavsiye kılman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech seher tang qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastisi. Rayonimiz təvəsidə təbii içimlik işləp çıxırış sahasındakı qo'lluq karxana Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik Çekili Şirketi mayırlarga omad tilaydi. Abletler. Mübarek olsun. Naqşınız hem avazınız köngüllerni məhliya hem şad eyledi. Sizden suyunduk. Neticeniz belkim sizin suyundu. Bunundan keyinki basqıçlarda yeni sizden suyunuşluk neticelerini kütümüz. Mevlan muallimni tövende etilmoqchi bo'lgan naqshni e'lon qilib berishga taklif qilaylik. Aqtur bilikim deydi. Shuni bir anglab baqala. Oqtur bilkim, oqtur yarey, yardan təlim yoxdur. Oqtur bilkim, oqtur yarey, yardan təlim yoxdur. Yardan təlim bolsa yarey, ölsəm armenim yoxdur. Yardan təlim bolsa yarey, ölsəm armenim yoxdur. Aqtur bilkim, aqtur yarey, bilsən yürgüm
Aktur bilkim, aktur yarey, bilsen yürgüm paktur. Işkın ne bana saldı yarey, bu derdimge dava yoktur. Işkın ne bana saldı yarey, bu derdimge dava yoktur. Ayağımda madarım yok yarey, el bilen bana almayma. Ayağımda madarım yok yarey, el bilen bana almayma. Ezeldim telim şunda yarey, men kimden yamallayma. Ezeldim telim şunda yarey, men kimden yamallayma. Tabiiylik ve saflıqni asas qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo sodichaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. 这个歌本身呢，时间也是很长的一个年代很长的一个民歌啊。它的歌词呢，抒情的成分啊，抒情成分还是比较强的，有自己的一种风格，可是呢，他的感情还没到火候。再能够放开一点就好。啊。 Yaxshimisilar ustozlar. Ismim Irfon Nabiy, o'zim G'o'ljinal Qunayevdan keldim. Davom nima ish qildigan degandek. Men shu Nayada kechlik klubda Ha, mushnimi bilgimiz bor. Menga qilay, ha? Qag'allar gap qilish o'rlangan ekansiz. Jim tursin fikr qilish. Bu enim yaxshi aytdi bu naqshini. Ne güzel aytdi. Elining naqshlarininki shu puroq hissiyot tuyg'ulari menimcha yaxshi ifodasini topdi bu enimniki. Ovozim ochiq, yo'riq, ravon, mangda masala yo'q. Hamda meningki o'quvchilarim sal ko'p bo'lib qolib, yanami yaxshi bir tanlash fursatlarini mahrum qolmay degan bir ish bilan sal saqlab qoldim enim. Başka o'qituvchilarningki o'rilishni kutib. Ammo qarsam hech kim o'rilmagan ekan, bunday yaxshi ijroga bir o'qituvchining aylanmay sizning sahnadan tushib ketishingizga ana kasbiy axloq nuqtasidan anan qarab turmayli o'rildim. Başka gap yo'q. Mening gruppam kelishingizni qizg'in qarshiladim. Yoshlardagi jasorat va olg'a intilish ro'yi qimmatli. Jismidan jushqunliq yilinjab turgan mayir Irfon Nabiyni Abdat muallimning tashqin guruhiga tanlanganligi bilan tabriklaymiz. Keyingi bosqichlarda ustozimizning yetaklashida yanada zo'r natijalarni sizdan kutamiz. Ama yaxshiroq bir ish bosqichi tavsiya qilsam. Vay, ta'limga adashdasan. Mana bu Yangi Nur shirkatininki Sertan Alga ish bosqichi. Sen ishkine vaqtga meni ta'limga kelibirni sen ishilta adash. Sertan Alga tish pastasi qatorliq patentliq oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur biopantexnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi.
Şu Ayşegül'ne ilan işlerine xeyli ipi vaki edip yana bir nakşi ilan kıptasın demekçi. Start kılımız mı? Bir şey de Ay的故事。大家好，我是苏比爱你们，我来自库尔勒。Ekrandagi ko'pchilik yaxshimisizlar? Mening ismim Subinur Anvar, men Koruldan keldim. Oldingi yili oliy bilim yurtlarining biri hisoblangan Beijing shahrida o'zimning oliy maktab o'qish hayotimni tamomlab, hozir Beijingda bolalar ma'rif kasbi bilan shug'ullanyapman. Men kichikimdan boshlab opamning turtkisida xalq ohanglarini anglashni yaxshi ko'rardim. Men o'zimning naqshi tarafdagi aloyidligimni to'liq o'tir maktabga chiqqandan keyin musiqa o'qituvchilarimning tarbiyalashi va shularning qizishi ostida his qildim. Ham shu vaqtlarda maktabdagi cho'ng kichik faoliyatlarga va musobaqalarga qatnashib keldim. Oliy maktab o'qiyotgan vaqtimda nurg'un shahar darajalik, o'lka darajalik musobaqalarga qatnashdim. Bu qitimliq Ipak yo'l sadasi programmasida agarda mumkin bo'lsa 8 kuchlik yoki 4 kuchlik mayorlarning ichiga kirishni xohlayman. Ekrandagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va sabqni asos qilib ishlangan ko'zur mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pay Video So'd chekli shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash abditali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik chekli shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizda Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sartan Alga tish pastasi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yengnur Biofan texnika chekli shirkati yaqindan yordam bergan. 这个歌本身是这个外国的歌手，经典唱法。这个女儿族女孩子唱也是很难得的一种事情。这样外国歌子唱的人不太多，就是呢，他能够出来这个试一下，也是挺令人高兴的事情。各个民族的歌曲尽量能唱，做到比较全面发展，这是对今后艺术事业的繁荣是有好处的。经典唱法也应该有，各种艺术形式，互相交流嘛。对，说不定哪一天，这个维吾尔族的歌曲也可能意大利人可以唱嘛，是吧？4-5 ustaz. Qancha bular? 4-5 ustaz dedi. Ma'lumotchim. Naq maydondagi 5 ustaz va ekran oldidagi ko'ruvchi do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Subinur Anvar, men Koruldan keldim. Siz o'zingiz Korulda hozir qanday o'qiyapsiz? Ishlayapsiz? Men oldingi yil Markaziy Millatlar tashuvchisi bitgan, hozir Beijingda xizmat qilyapman. Beijingda xizmat qilyapsiz? Qaysi kasbda hozir? Men Xanzuch Uyg'urcha tarjimonlik kasbida o'qigan. Yaxshi. Men naqshni yomon chiroyli aytdi-ya. Bu bunchalik naqsha bu. Lekin bunday jiqdek shu hissiyotlar, ajoyib bir olamda butun xiyollarga akilibsiz. Bizni shuncha yaxshi aytdingiz, qarang. Rahmat. Bunda kichik naqshlarni yaxshi aytmoq qiyin to'xtaydi taxi. Shunga men bu qizni ajoyib bir sirliq, sehrlik bir ovoz bor qizga deb o'ylab qoldim. Naqma yaxshi ko'radigan bir aytish shundoq ovozda xoslik bor ekan. Rahmat. Endi qarang, mana shu akangiz sizga shu Beijingdan kelibdi mushukka deb o'rindiq aylandig'inda men qo'shildim. Menimcha siz shu akangizning qo'shinida cho'qim o'zingizning rolni to'liq joriy qildira olasiz. Boshqa ma'lumotlar shundoq, ammo bu texnika qarang asaraq bo'ldi-ku. Shunga shu siz shu akangiz bilan birga ketib turar joyga borganda
Teşekkürler, davamlaştırыңlar. Keler qitimqi sahnede sizning yana chiroyli naqshlaringizni anglashni xohlaymiz. Bulamda. Buldu rahmat. Ovozi ham jismidan go'zallik balqib turgan bu singlimizning naqsidan to'limiz oqlandik. Qo'lga keltirgan natijasiga qoyil bo'ldik. Mevlan ustozning yetaklishi sizda natija gullarini po'raklatib, ichildira oladi deb o'ylaymiz. Ham umidimizni yerda qo'ymaydiganligingizga ishonamiz. Illiq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, oram baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlamoqchi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga mu shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek, dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar Özgeç tem, isil xuruç, tallanğan xam material. Mehminimiz üzülmedi, dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa, avomdan sizga rahmat. Tetit qo'la sarkisi bakchi, dasturxonning zinnati bakchi. Xinjiang Yaqin xalqaro savdo cheklik shirkatidan yangi sovg'at bakchi. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanni sundab tezlikda qaytib, qani ishim mehmonlar desem, kola bulam şundak bula. Dep bulab həcəb uçkəndə. Yığızda açsınız da bu kapat çıkıdı. Tartık kola. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elinğan Tianshan soğuk su algısıdan işlengen patent hukukuga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her birinlağı tavsiye kılman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü keçse her tang qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Mening bir orzuyum bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yeb keldik? Dulkan Nobeyji. Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiz shu huzur. Kunda bir tal yeysiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Uchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi, barg'ancha yashirsiz. Dilkan Nobeyjing. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıqımga medet. Coşkunluk ve işet, taşkından başlangıcı. Taşkın, aksıl talqanları. İzdaş aptitaldagi filmlar ilansız, süzük, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir hisoblangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Qiyofatimning yaqinliq bo'lishi uchun ortiq tashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning elchisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salofat bo'lish kerak. Salofat davrga mos kelgan bo'lish kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidio bo'lish kerak. Pavidio erlar yurishligi. Pavidio. Sertan algaç pastası qatarlıq patentlik ali mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur biopantexnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi.
Esletedi konu nakşilla Yürektik için muhabbetni Kona bizim Beni du konu peride Belkim hazır konu nakşilla Lekin o neyi Hem Tanış aha Yıkımlık avaz Kona tanış konu savakdaş Kona nakşa Sen kona emez Kona nakşa Acayip heves Kona nakşa Sen kona emez Kona nakşa Acayip heves Esletidi konu nakşila Yürektik için muhabbetni Kona dostni Kona kuchini Halını du konu pedide Belkim hazır konu nakşinla Lekin o neyi Temiyip yeni Tonuş aha Yıkımlık avaz Kona tonuş konu savakdaş Kona nakşa Sen kona emez Kona nakşa Acayip heves Kona nakşa Sen kona emez Kona nakşa Acayip heves Kona nakşa Sen kona emez Kona nakşa Acayip heves Kona nakşa Sen kona emez Kona nakşa Acayip heves Güzel. Salam. Hop. Salam mening hayat yo'limdagi, san'at yo'limdagi atılıq o'rinda meni yetaklayotgan, tarbiyalayotgan sevimli ustoz Abdulla Abdurahim. Salam mening hayat yo'limdagi, san'at yo'limdagi har bir qadamga chavaklarni berayotgan, meni bak qadrlik inis ko'rayotgan sevimli to'rt ustoz. Salam bo'lsin. Degan go'zal tatlı so'zlar bor. Hozir naqshideklar. Ular naqshining tatlı tuyg'ularidan chiqmay tursaqlar yana bu go'zal so'zlar bilan taqamma. Ustoz, rahmat. Nimaga kelib qolding deb bir so'rayotganda javob bering. So'raydi. Salam ustoz. Ustozlarning xabarida bor, rejissyorlar guruhining xabarida bor. Men İpek yo'li meni cho'ng qilgan desam bo'ladi. Birinci, ikinci, üçüncü kararda, aldığınız iki kararda, A kısepte, üçüncü kararda yetekçi okutukçusu
qatarda İpek yolida turib xizmati bo'lganman. 4-chi qarorda o'zimning xizmat aldirashligi bilan obyektiv subyektiv masalalar bilan kelamay qolgan. Bugun 5-chi qaror Parvideo İpek yolu sadasiga 4 ustozimizga salom bergach, shundaqla bu ko'p odamlar o'ylaydi ustoz nima degan payzi bu o'rindiqda o'ltirish basidi ekan, tanlaydi ekan, basmaydi ekan, tanlamaydi ekan deb nurg'on odam o'ylaydi, lekin ko'rormanlarga shu eg'iz gapni qilgim keladi. Gerçi ben bu o'rindiqda o'tirib bakmışamı, bu o'rindiqda o'tirganlarning qanchalik kuygunini kech-kechlab anglaganman. Bu o'rindiqda o'tirish sizning kasbiy safaringizning ham emas, buning oqibatdagi qiyinchiliklar bek ko'p bo'lg'ashqa men mushu sevimli 4 ustozimga, masalan, mish peshonamni ishtirib qo'yib, er kishidek naqsha ayta degan sevimli ustozim. Shu ma'lumga. Yana Shinjon Zajistanda cho'ng bo'lgan men Ablat akamningki studiyasiga kirib çavatqan peyçilerini görüp oğurluqça anlap çoğun boğanman. Yani sevimli ustozimga Mevlan akam bizden Mevlan akam özden tüven bir iki karar tüven ballaga her bir çıkagan esri bizge bir derslik bop turwadıdı. Yani bu akamga rahmat. Sevimlik Aygül Malım biz bir neçe qitim programlarda billa yetekçi o'qituvchi bo'lib Aygül Malım bilan uçuruş jarayonida Aygül Malımdan köp bilimlarni olganman. Şuna mush 4 ustozimga bir va'da belgili keldim. Baş ustoz. Men Kerem Abbas iningla mushu 5-chi qaror Parvideo İpek yolu sadasida sizlarninki 4 yilinglarning gruppasini tanlaganda Kerem ukam shunday naqshini chiroyli aytib qolmay, gap so'zlar shunday shirin va go'zal, eng yaxshi sifat so'zlarni tanlab qiladi odamning diliga yoqadi. Endi bunda bu güzel so'zlar shu go'zal qalbdan chiqadi. Bu ukam shunchalik kamtar va kichik bil yaxshi nayt adab fazilatda shunday adatimizga ko'nglimizga yarab kelayotgan kasb natija utuqlardan sirt oila turmush ishlarini ratlik boshqarishdan sirt shu jamiyatdachilikdagi adamgarchiliklarni shunday o'ziniki yaxshi fazilatlari bilan bizga yaxshi eni bo'lib o'ziniki rolini tegishli rolini joriy qildirib isil yashab kelayotgan fikrlarimiz yaxshi. Bugungi bu naqshini men Abdulla akamninki hoş geldiniz programmasida shunga atab yezib aytganida anglagan. Bugungi bu anglashimda yana boshqacha bir huzur, yana boshqacha bir tuyg'ularda shunday huzurlandim. Yangi naqsh anglagandek anglagan. Yaxshi aytding akam. So'zlab kelsak gap chiq. Bu o'zimizning o'g'li, o'zimizning balamizga o'xshash. Shunda bir inimizda hamda balımız davalaylı desek yeşi hamda onun to'g'ri kelmaydi. Lekin shunday mehrimiz bor. Bir o'zimizning o'g'limizdek shunday ko'rimiz mushu Keremjon yana bir necha balla bor. Yomon yaxshi fazilatli cho'ng bo'layotgan, yetishib chiqayotgan ijodlaringlar o'lmasin. Biz suyunyapmiz, faxrlanyapmiz. Bizning yenimizda mushtaq fikrlarimiz bor deb. Pat telefon qilib turdi, ish qilib kerak bo'lsa men hozir kechillarimi soat 12larda telefonning o'chiqligini uqib qolsa men bormanmi deb qo'ydi. Qara nima degan zo'r bir xotirjamlik ato qiladi odamga bu gaplar. Biz yaxshi ishlarga chaqiramiz seni bunda jafoliq ishlarga chaqirg'imizmi kelmaydi. Rahmat. Xo'p. Hamda sizning bizga bergan rag'batingga, bolalarga bergan madadlaringga ko'p rahmat uka. Rahmat. Davomli sahnalarda yangi asarlaringni ko'raylik. Rahmat. Murod maqsadlaringga yetkin. Farzanding bilan, ayoling bilan shunday yaxshi bir ijil inoq oilaning bir kartini siz bersa davomli bizga ulgu bo'layotsa o'zingizning tang yoshlarga mehr muhabbatni oilaga qanday berish to'g'riliq. Hech qachon tatinmay mehr muhabbat berayotganligini bizda o yigitlarimizda bunday dananz juyi deydigan bir gapi bor. Bu muhali dananz juyi. Lekin berishga tegishli muhabbatni berganligini hech kim yushimaydi. Bizning hozirgi davrimiz muhabbatni ifodalashga muhtoj. Muhabbatni ko'nglimizga sep qo'yib, men ish qilib men buni yaxshi ko'raman deb qo'yib yuraverganman. Hech kim bilmaydi-ki hozircha. Buni ifodalashimiz kerak-ki. Ondan u mamnun bo'ladi-ki. Shu mush balla shu yangi zamonning ballalari ulgu bo'layotdi yoshlarga. Mehr muhabbatni qanday berish va uni qanday ifodalashda hech qanday tatinish yo'q. Rahmat. Ustoz Abay degandek sizlarga
yordam qilg'ili oqinlarda turib yordam qilg'ili keldim. Ondan so'ng qatnashayotgan mayirlar ustozlar necha qitim deb ketdi. Natija muhim. Uningdimi muhim narsa musobaqa jarayoni. Shunga shu qatnashayotgan mayirlarningmi agar xohlasanglar Kerem aka deb menga izlasanglar men shu ustozlardan maslahat ilib sizlarga yordam qilmoqchi. Eng oxirida sizlar bilan bir quchoqlashib sen chiqib ketayman. Rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali mayirlarga omad tilaydi. Ayşegül Malim, siz yana bizga bir naqshi e'lon qilib bersangiz. Seni kutarman. Üzün mü yok, sözün mü yok, kettin yar kaya. Yollarınga telmirdim gu, yürekte hicran. Qaysi gülşen, qaysi bağdin, taptın pinhanca. Ya ki seni çilledim kökte tulun ay. Qaysi gülşen, qaysi bağdin, taptın pinhanca. Ya ki seni çilledim kökte tulunma. Qayerdi bu kaçanlı kel, seni kütermen. Sana bulgan söygünni saklap ötermen. Qayerdi bu kaçanlıken seni kütermen. Sana bulgan pak söygünni saklap ötermen. Ayga hemran kılay dedim mu? Seyyarlar ara seyli
qılay dedimmi yoki meni o'tqa selib qiynay dedimmi sayyoralar ora sayli qılay dedimmi yoki meni o'tqa selib qiynay dedimmi yoki meni o'tqa selib qiynay dedimmi Suyun tam okşmayda. Bulam arkadaş. Buldu. Yaşlanan yan çıkan mineral suyulurken seni işçi vasıtası da pek aldım. Rayonimiz təvəsidə təbii içimlik işləp çıxırış sahəsidəki qollıq qarxana Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik Çəkli şirkəti mayırlarga omad tilaydi. Yaxşımısınızlar ustozlar? Mening ismim Dilshod Ibrohim, Aqsu Avat Najdan keldim. Biz bek sen üçün hoş bulduk. Birinci biz bek hürmetleydiğen bir ustazımızdan, hammamizning ustazımızdan ijodiy ahangini yeniden yana mush sahnaga qayta bir qitim chiqqanidan hoş bulduk. O'yladik biz Eminjon Yusuf akini va Eminjon Yusuf akini hamma naqshlarini aynı vaqtda bütün Şinjanda şu Eminjon Yusuf akının naqshlarining qizg'inligiga ko'tarilgan davrlarni bir qur eslab o'tdim shaxsan men. Endi Ayşgül Malim ikkinchi bir xo'shallik ish sen uchun o'rindiq aylandiganda biz g'ayet xo'sh bo'ldik. Rahmat ustoz. Ayşgül Malimning qisqa bir so'zlaridan keyin sen bilan muңlashaylik qani. Seni kütərmən bu naqşı mening to'liq o'tirdiki vaqtidagi nəhayət yaxşı görüb aytib жүрген və məşu naqşılar orqali mening mahallada və məktəblərdə savadlaşdırıb müəllimlərim tanıgan birdən-bir naqşa. Bək yaxşı görüb aytib aytatdım. Hazırmı məşu naqşı bolğan muhabbetim öçməklik. Mən məşu naqşının küçüdən öyrəldim. Yəni birisi sizmi buni nəhayət təmkin yaxşı aytdınız. Lekin bunun azraq özümüzni ufpırtadigan bir joylari var. Mesela Evci. Evci bu uncha bekmi bir mulayim naqsh emas. Sel boş Mulayim naqsh emas. Liriknichida yana azraq o'g'ilbaldachilik bor. Ruxsaringdan kunni hijal qilay dedingmi? Ay yüzünni ayga hemra qilay dedingmi? Seyyarlar ara seyli qilay dedimmi? Ben bunu Oğalbalının meydanı turib aytyaptım. Çoğunqur yeri bek çoğunqur, kengirlikni talab qilgan naqsha. Lekin agar men sizning mushu naqshini tanlashdan iborat bir naqshining yaxshisini his qilish bir safaringizning yuqoriligini bildim va yaxshi ijro qildingiz. Endi men sizga o'rlashsam, agar siz men kelsangiz buningga abayimqidek kuchni qo'shamiz. Buldu rahmat ustoz. Keladi bu. Kelmay ne qo'shamiz? Shuna malimning gapini aytib to'g'ri bo'ldi qara. O'zim men mashina o'ylagan. Bu ukamamdi bu yangi o'rgandi bu naqshni. Buningga nisbatan yangi-da bu. Bu ko'n naqsh demaydi bular. Bu yangi zamondan bo'ldi. Bu yangi bir naqsh. Ham bu naqshidagi Ayşgül Malim degandek unda qilay dedingmi, bunda qilay dedingmi da'vat emasmi?
Ayşegül muallim degan gapni qo'shsang, andan ashla desam bu. Bo'lmasa, bunda qilay dedingizmi, bunda qilay dedingizmi dedi. Sizlarga aytgan bo'lsa, onda qilay dillimi deb. Onda olsa, sening yurak bunun yurak yurak ketmaydi aka. Yurak ketmaydi sana, sen degan batiy. Muallimning baxtga yo'lqimay kelsan bu. Yıqımlıq avazınızdan yanırğan baxşınızdan qalbimiz larziga keldi. Ustozlarning mayilliqi sizni emas, bizni şadlandırdı. Ayşegül ustozning talabchanligi bilan sizning tirishchanligingiz qo'shilsa, keyingi bosqichlarda nodir kuylarga tang jo'r bo'lishni xohlaymiz. Özgüç tem, isil xuruç, tallanğan xam material. Mehminimiz üzülmedi, dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa, avamdin sizga rahmat. Tetit qo'la sarkisi bakchi, dasturxonning zinnati bakchi. Xinjiang yaqin xalqaro savdo cheklek shirkatidan yangi sovg'at bakchi. İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, oram baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men her tang saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, milyonlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir pasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek, dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan tish pastasi Sayram ko'lidan avrishga elingan Tianshan sovuq suv algisidan ishlangan patent huquqiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan sovuq suv algich pastasi. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet, taşkından başlangısı. Taşkın aksıl talqanları. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanni sundep, tizlikte qaytip. Qeni işin mihna Allah desem, kola bulam şundak bulam. Dep bulap, həşe koçkende. Yığızını açsınız da mı kapat çıkıdı? Tartık kola. Acayip, pakiz duygu. Pakiz sevgiga intizorman. Tabiat menga pakiz hissiyat ato qiladi. Suv bor joyda pokizlik bor. Tabiatdan kelgan yashin mineral suyi. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yozig'i o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir hisoblangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan.
Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Taşqın Yürüşlük Sağlamlıq Məsulatları və Tartuq Yürüşlük Kolaları mahirlərimizə omad tilaydi. Bizden birinci derecelik mukafat erişken mahirimizni Şinjan Pay Video Sodi Çeklik Şerikti 120 ming yuan kıymetideki avtomobil bilen tartıqlaydı. İkinci derecelik mukafat erişken mahirini Şinjan Belikyar Elektron Pen Texniki Şerikti izdaş abditali 100 ming yuan kıymetideki avtomobil bilen tartıqlaydı. Üçüncü derecelik mukafat erişken mahirimiz bolsa Şinjan Yaşın Tibi Doğrugerlik Çeklik Şerikti 80 ming yuan kıymetideki avtomobil bilen tartıqlaydı. 4. derecelik mukafat erişken mahirimizde Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi 60 ming yuan kıymetideki avtomobil bilen tartıqlaydı. Elbette 5. boğan mahirimizge mukafat buyunurumuz ba. O bosmu 5. derecelik mukafatga erişken mahirimizde Şinjan Yengnur Biopentexniki Çeklik Şerikti 10 ming yuan kıymetideki altın mikrofon bilen tartıqlaydı. Bizden bu mukafat buyumlarımızga erişimi ergiz asan emas. Şonlaşqa mahirlerimizden mana şu katta imtiyazlarımızga eriş üçün davamlıq tirişçilik göstərişini, özden en yaxşı altını bu sahnede namayan qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Әмісі біз нөвәтті Abdulat ұстазыны bir naqshini e'lon qilib berishga taklif qilamiz. Chin söygü degan naqshini anglayli mı? Hop. 大家好，我叫 Merdan Mutalifov， 我来自Atuşuşa。Yaxshimsizlar ko'pchilik. Mening ismim bo'lsa Merdan Mutalif, yurtim Atuşdan. Uylik ata-onamning, shunaqla xizmatdoshlarimning, do'st birodarlarimningki shu men tavsiyasi orqali, shunaqla qo'llash orqali Ipekli Sadasi programmasiga qatnashdim. Bu qatimki Ipekli Sadasi programmasiga qatnashish nishonim bo'lsa, men o'zim yaxshi ko'rgan naqshini aytib, ustozlarning menga bo'lgan bahosini anglab boqmoqchi, shunaqla o'zimningki eng zo'r kuchini chiqarib, oxirgi bosqichga o'tishtirishman. Yanım aksi son ağrım diken son ağrım diken ya
Laçın konmiğan direk Soyma salmiğan dilek Soyma salmiğan dilek 15 yaşta yadı Yağa kanmiğan jirek Yağa kanmıgan jirek Ot bulup güyep gider Soğulup ekip gider Çok bulup irip gider Küye gudi tadiplar Tadimen vay gülüp gider Tadimen gülüp gider Tadimen gülüp gider Keyfiyatın qanday adaş? Keyfiyat o'tqadaş. Abla, o'tdek keyfiyatın muzdek tartibdan ichimliklarni keldim go. Zar isinasini akis jumadashmo. Kelar birini o'tlayli. Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Taşqın Yürüşlük Sağlamlıq Məsulatları və Tartuq Yürüşlük Kolaları mayırlarımızga omad tilaydi.法治的民歌呢，地方特色是非常重的。很多地方都唱，就是呢，每一个地区有每一个地区的有一些这个特色。如果老是看其他的没有转身，他就非常激动，他很着急，自己去把其他老师的都按掉，让他们转身了。你看。 Suyumli ustozlar hammangizlarga atishdan kelgan Mardam Mutallibdan o'tliq salom bo'lsin, oliy ehtiromlar. Rahmat. Bilanga hozirgi vaqtimiz. Hozirgi o'tliq salom bo'lsin, oliy ehtirom deb. O'diqib ketdim aka. Bo'pti, mayli qara. Nima to'yg'iliqma u be. Naqshini unda qanday qilamsan o'zing? Men o'diqib ketdim aka bek. Men o'zimmi onda cho'ng saynilgan musobaqa qatnashim tunji ketdim. Mening putim to'xtimi deya azizchil. Munda qilib to'dim ish qilib, yana bir yilni kontrol qilib aytdim hamda. Rahmat hammaning. Shudingmi Aygul muallim degan shu sen to'g'riliq nurg'on xizmat ishab ketdi. Mo'sha yuqurtib mengib seni yo'lingni. Bu
bu mehr muhabbetni ko'rdingmi? Unutqamajma? Bo'ldi. Atışning naqshlari asosiy jihatdan mushundaq. Bak mo'nliq, bak chiroyli. Lekin Ablat ma'lum Mavlan sizlar tadqiq qilayotgan odamlar bilasizlar. Bu doirasi shundaqlar. To'la ahanglarning ashunday o'zgarish yo'q. Bir bo'lakliklar ashunda bir ahanglar. Shuna bu naqshlarni aytib damal mundaq bu musobaqalarda alayda bir ko'rsatish ta'sirroq naqshlar. Qanday qilganda buni shunda bir ustozlarning yaxshi ko'rishiga, yaxshi anglashiga, ta'sirlanishiga erishkil bo'ldi desa, buni yoki mushu balamizga o'xshash biroqla shu eng avjidan yuqoriroq o'rinda boshlab, chunki bundan bak yana chiqadigan avjisi yana bo'lmagandan keyin eshadan boshlash kerak ekan, yoki bo'lmasa mana bu balamizga o'xshash benzolarni boshqacharoq qilib buni nima ayta bu deb o'tasa shu qinqaridan degandek boshlab qissa bo'g'idek texe Ablat ma'lum bilan Mavlon ma'lumga tavsiya qilyotdi qara. Bu ishlar meni yomon ta'sirlantirdi. Biz shuning uchun hamda biz ustozlarimizning ikki ig'izdan san to'g'riliq ukam baholarini anglaymiz. Xalq naqshlari baribir yana mehr issiqqa gap ketmaydi. Darhol zada mening o'rilishimga majbur bo'ldim. Chunki bütün ijod naqshlarniki tegi xalq naqshlari emasmi? Shuningga bu naqshlar menga bakmo yoqdi. Onun ustiga sizning ijro uslubingiz yana kelib mushu rasmiy mush atishliqlar oladigan mush ovoz pardining orqadan keladigan bir rasmiy so'g'in bir ovoz bor. Mushu atishninki naqshlarining pardalariga tabiatning o'rnatilgan bir texnik o'xshaydi. Biz endi doğrusa qandaki, lekin baribir tabiiy chiqqanga yanam yetmaydi ekan. Menga shu puroq, haqiqiy rasmiy yerlik puroqlar bilan menga bek yiqib ketdi. Shunga men o'rildim. Yana birisi turishingiz bir go'zal. Turishingiz bir go'zal shundoq rasmiylik, mardona turishlaringiz, bu naqsha sizningki bu naqshiq bo'lgan mushu nemiz pozitsiyangiz, ijroringiz, ovozda azroq charchashpa. Bu iniq, ovoz charchashpa. Lekin azroq tamtirash bo'lganda ovoz parda bizga faqat yaxshi xizmat qilib berolmaydi-ku. U dul shu ovoz parda qaytib oladi, ovoz pardani ipcho'rsida biz uchun xizmat qilgan elastiklik go'shlab qotadi. Shuning bilan sizning ovozingizningki rasmiy ravon biz uchun xizmat qilish iqtidori kendiga chekindi. Lekin shundaqdimi siz qat'iy niyat kelib hech qanday masala chiqarmay aytdingiz, lekin charchaganlik, futganlik bir hissiyat keldi, ammo boshqa puroq jihatda menga bek shundaq yoqdi. Rahmat. Shunga endi mening guruhim kelsangiz atish xalq naqshlarini men o'zim aytamsam yaxshi o'talayman. Atishlik ajoyib o'quvchilarim bor. Masalan, Kamil Celil mening o'quvchim, bu Muzaffar Alim mening o'quvchim, Imom Muhammad mening o'quvchim, hozir yana qo'limda ikki atishlik o'quvchim bor. Shuluma atish xalq naqshini beraman, qanday aytishni o'rgatib qo'yaman, lekin o'zim dahi aytib baxmadim, chunki men atishliklarda aytolmasligim mumkinmikin deb. Shuningga atishlik o'quvchilarga xili to'kban bor deb o'ylayman. Albatta. Bu kelsangiz, mening guruhimga kelsangiz, qarshi olaman va sizga nurg'un imkonlar bor. To'g'ri ijro qilib ketish bilan yetaklash, o'rgatish u ikkisi boshqa gap-ku. Sizning nurg'un ilmiy, sistemlik ovoz ilmiga nisbatan to'g'ri bir bilim bor buningda. Shu ilmiy ovoz aytish, ovozni taraqqiy qildirish, ovozni to'g'ri ishlatish yo'llarini yetaklaysiz. Undan hozirgacha bo'lgan cho'ng bir tajriba bor-da. To'g'ri. Sizning da'vatınız faqat tabiiylik ichidagi atishning o'zgacha bo'lgan puroqlar jihatdagi kamtarlik nuqtasida deyapsiz. Demisizmi, unda bu enim shundoq bir o'zi atishdan bo'lg'achqandan tabiiylar o'zida shu shakllangan ijro qilish shu bir o'zgacha xoslikqa ega shu atish puroqlarini yaxshi oldi. Muzikami bek o'zgacha ro'ygan uslubi shaklda
Tenkeş müzikimin ayeti özgüçe. Adam başlanışta fakat bu nakşının başlanışını oylap yetmegen bir ahvalası da şunda burun ayeti güzel bir yaxşı maslış boptu dep qaradım. Hop, Aygül malım. Biz Ayşegül malım bilan ikkimiz şu ovozini anglaplam shunda hayajonlandik. Ayşegül malım beshida aylandi. Lekin uning keyindan men aylandim. Ilqi yuanver. Haqiqa o'z tam bilan asli tamni biz atishga bormasaqmi atishga bag'izgandeklam his qildingiz-chi bizga. Shu ovozingizdan tusi, masalan, shu shundayniki bixa deymiz, jiplishi, shu rasmiylik atish xalqininki ovoz tusiga xoslam, titrgan ovozlarmi? Balkim bizmi do'rab bo'lolmaymiz uni. Shu atishniki tuproq, muhit, sening o'sib yetilish, shular bilan munosabatli bo'lishi mumkin o tuproqniki. Enjiri, üzümü qo'shilib ashunda bu aşağı tuproq klimat, havo klimatidan ta'sir bo'ldi. Sizda vatgan titrash shundoq yaxshi o'rinlab berdingiz. Şuna hayacanlanıp gidip, bu işkakamda öğrendim gelsem hiç öğrenmeydi. Aşınmıştı, qilib iç çıkır gitipti. Bakalım nakşını suyup gelsem de, vay isit, vay akma takamısın dep. Şununla. Nakşısı tutup ketken şeydi bunun. Meninkini besbette qirami öğrenmegende. Razı Cumal aka. Razı. Unda olsa Tallaşna sen bir tüydüm ya işte razı mı? Belem oldu. Malumlarına ait yaxşı baha bade qara. Dünyada hem de muş yaşında neçe yaş kişiden? 29 yaş kirdim ekan. Yaşı iken bu taqa. Yaşı iken. O'qish bitagandan keyin praktik qilib tijorat qilgan bo'ldim. Andan bizningki do'st birodarlarimizning meli jutilda o bu taklif qilgan bo'ldi, to'yni naqsh etdim. Shunday qilib tirishib qilib naqsh kasbini yaxshi ko'rmayman buni. Hozirmi aytyotamsan to'ylarda? Aytmayman, bek yaxshi ko'rmayman-ku bu naqsh kasbini. Meningki mushtab uyda men bir o'g'il, ikki ocham, bir singlim, anam dadam qarab o'tiraqliq menga javob 10 qatim ish ko'rib bo'ldi beshinda. Qayda bo'ldi bolam? Qayda chiqdingmi? Qayda natija qozondingmi deb o'zim ansirdim men bunda cho'ng sahna chiqib beqim tunji ketishim meni. Chiqib baqa emas men bunda sen. Uduqdan hozir og'zim gapkim kelmadi deb amaliyotda. Mayli, ishim bo'lmaydi. Sarab turibchi, men amaliyot bir shirkatning setish bo'limi xodimiman. Men sahna men sotgan narsa bo'lmaganligini uduqtirib etdim. Agar sotadigan bir narsa bo'lsa-chi, ay naqshani bir so'tlashma qilmayapti. Ağzı kaymaktak içilip gidiyor biraz satılıyor. Çak. Hadi güzel oldu lekin nakşa. Öydekilerge yetsin bu nayta çıraylık etildi nakşa. Menem de ondan oldu. Unda olsa valla vaqtımı bir yer berip qaptı. Şuna hem de mavi inim yana davamlıq sizlege taqa karamtını köstüğün fırsat ba. Tüvendik senlerde, ikinci, üçüncü basqışlarda yani qandaq işleri var taqa bunun biz görürüz. Şuna keyin yana davamlıq sözlü şeyle, keyin yana ügün şeyle hazır muşu merdan inimge biz tallaş özü pırstını bereylik. Töt ustazdan birini tallap özünün kesbi ügünüş hayatını başlagay. Şunu üçün senin en ahırgı tallaşın Sizce bu mahirimiz qaysı ustazını tallaydı? Qiziqsınız, diqqətingiz kelar haftadagi Video Ipek Gülü Sadası programımızda bo'lsin. Hoş avazla seynası, ipek yolu sadası, ipek yolu sadası, sevginin yok çiğrası. Hoş avazla seynası, ipek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çiğrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginim yok sigrası. Muşavazlar seynası, İpek yolu sadası.
Düşkün kan var tumurda Kuynak sesi hoş avaz Gümüş bağlar şu sesi Nur kaynadı yüreğe Büyük karvan varisi Aman yeter ileke Büyük karvan varisi Aman yeter ileke İpek yolu sadası Süygünün yok civrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Süygünün yok civrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası